Shunda olsanglar, ko'ryapsizlar, qattiq yopishib qoldi. Taxminan 120 joyga nechta yuvilgan kir kelishi mumkin. Bu kvartirasini sanuzelli kichkina xonadonlarga bag'ishlanadi, ayniqsa kengaydi. Bu videoni diqqat bilan tinglaydi. Qo'limdagi narsa bu sushilka bo'ladi. Bu sushilkani qanaqa o'rnatiladi? Sushilkani shunday kabelga yopishtirib turib, mana bu yerda qulub joyi bor. Shunda olsanglar, ko'ryapsizlar, qattiq yopishib qoldi. Keyin kirlarni yuvilgandan keyin shunda ochsanglar, tayyor har birida 5 tadan teshik, 15 ta 5 yilga ketadi degani. Yuvilgan kirlarni bitta teshikda ilib qo'yaverasizlar. Mana shu teshiklarga moslab turib, keyin kirlarni bemalol quritaverasizlar. Bu sanuzelli kichkina xonadonlar uchun mo'ljallangan. Keyin doполнительный yana chiqadigan joy bor. Buni ochib qo'yib, bemalol sochuvlarni qo'yib tashab, bemalol quritsangiz bo'ladi. Sushilkani sifati ham juda ham yaxshi ekan. Menga juda yoqdi. Buni o'zim xonadonimga o'rnatib qo'ydim. Buni kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yoqami, yo'q bu yoqami, yo'q bu yoqami bemalol o'rnatib qo'yaverasiz. Keyin shunday chetga surib qo'ysangiz, akkuratlik bo'lib, biz tekkalik bo'lib turibdi. Umuman xalaqit qilmaydi qisqasi. Agar sizlarga ana shunaqa sushilka kerak bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek bemalol To'plidonga murojaat qilsanglar, albatta sizlarga dastavkasi bilan yetkazib berishga harakat qilamiz.